Tasavvur qiling, 100 yil davomida mag'lubiyatga uchragan jamoa. 1908-yildan beri Buyuk Britaniya velosipedchilari shu qadar yomon natija ko'rsatishardiki, hatto mashhur velosiped ishlab chiqaruvchilari ularga velosiped sotishdan bosh tortishardi. Sababi oddiy. Boshqa xaridorlar mag'lublar haydaydigan velosipedni ko'rib, aynishini xohlashmasdi. Bu haqiqiy la'nat edi. Lekin 2003-yilda bir inson keldi. Dave Braswell. U sehrgar emas edi. Uning qo'lida sehrli tayoqcha yo'q edi, lekin u ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ko'zga ko'rinmas bir sirni bilardi. U buni marginal daromadlar agressiyasi deb atadi. 5 yil o'tdi va o'sha la'natlangan jamoa Pekin Olimpiadasida 60% oltin medallarni yutdi. Keyin Londonda rekordlarni yangilashdi. Ular tarixni o'zgartirishdi. Qanday qilib? Ular mo'jiza yaratishdimi? Yo'q. Ular atom darajasidagi o'zgarishlarni amalga oshirishdi. Bugun biz James Clear yozib qoldirgan o'sha maxfiy xaritani ochamiz. Tayyormisiz? Xazina izlashni boshladik. Ko'rinmas kuch. 1% qonuni. Ko'pchiligimiz hayotimizni o'zgartirish uchun katta portlash kerak deb o'ylaymiz. Bir kunda boyib ketish, bir haftada ozish, lekin matematikada shafqatsiz bir haqiqat bor. Agar siz Los Anjelesdan New Yorkka uchayotgan samolyot burnini atiga 3 darajaga o'zgartirsangiz, siz New Yorkka emas, Washingtonga qo'nasiz. Boshida bu o'zgarish sezilmaydi. Samolyot o'sha, osmon o'sha, lekin vaqt o'tishi bilan siz butunlay boshqa manzilga kelasiz. James Clear buni muzning erishiga o'xshatadi. Siz xonadasiz, harorat -4 daraja. Muz qotib turibdi. Siz haroratni ko'tarasiz -3. O'zgarish yo'q. -2. Yana jimjitlik. Siz umidsizlikka tushasiz. Men harakat qilyapman, lekin natija yo'q deb baqirasiz. Bu Valley of Disappointment deyiladi. Lekin siz harakatdan to'xtamaysiz. -1 va nihoyat 0 daraja. Muz eriy boshlaydi. Nima o'zgardi? Oxirgi harakatmi? Yo'q. Ungacha bo'lgan barcha ko'rinmas harakatlar yig'indisi portlash yasadi. Atom odatlar bu sabr qiluvchilarning qurolidir. Nega biz yangi odatlarni boshlaymiz u 3 kundan keyin tashlab qo'yamiz? Chunki biz noto'g'ri narsani o'zlashtirishga urinamiz. Biz natijalarni o'zgartirmoqchi bo'lamiz. Aslida esa shaxsiyatni o'zgartirish kerak. Mana sizga bir psixologik etyud. 2 kishi tamaki chekishni tashlamoqchi. Ularga sigaret taklif qilishdi. Birinchisi dedi: "Yo'q, rahmat, men tashlashga harakat qilyapman." Eshitildimi? U hali ham o'zini chekuvchi deb biladi. Shunchaki o'zini tiyib turibdi. Ikkinchisi dedi: "Yo'q, rahmat, men chekmayman." Farqni sezdingizmi? Uning shaxsiyati o'zgardi. U endi chekuvchi emas. Siz "Men kitob o'qishni xohlayman" demang. "Men kitobxonman" deng. Miyangiz bu yangi rolga ishonishi bilan harakatlar avtomatiklashadi. Bu soxta bo'lsa ham bajar. Fake it till you make it qoidasining ilmiy isboti. Yamiz bu dasturlanadigan biokompyuter. James Clear bu kompyuterni buzish uchun bizga 4 ta qonunni beradi. Keling, bu qonunlarni real, hayotiy keyslarda ko'ramiz. Birinchi qonun: uni ko'rinadigan qil. Tokio metrosi dunyoning eng xavfsiz tizimi. Nega mashinistlar har bir ishorasini ovoz chiqarib aytishini bilasizmi? Chiroq yashil, tezlik me'yorda. Bu ahmoqona tuyulishi mumkin, lekin bu tizim xatolarni 85% ga kamaytirgan. Siz ham hayotingizni shunday qiling. Men qachondir sport bilan shug'ullanaman demang. Aniq niyatni tuzing. Men soat 6 da yotoqxonamda 20 marta o'tirib turaman. Noaniqlik odatning dushmanidir. Ikkinchi qonun: uni jozibali qil. Dublinlik talaba Ronan bir muammoga duch keldi. U Netflix ko'rishni juda yaxshi ko'rardi, lekin semirib ketgandi. U muhandislik bilimini ishga soldi. Velo trenajyorni notebookka uladi. Endi u faqat pedallarni ma'lum tezlikda aylantirsagina Netflix yonardi. To'xtasa kino o'chardi. Bu vasvasalar birlashuvi deyiladi. Kerakli narsa sport, yoqimli narsa kino. Ularni bir-biri bilan bog'lang. Miyangizni aldang. 3-qonun: uni oson qil. Inson tabiatan dangasa. Biz eng kam qarshilik yo'lini tanlaymiz. Agar sport kiyimingiz shkafning eng tepasida bo'lsa, siz yugurishga chiqmaysiz. James Clear 2 daqiqa qonunini taklif qiladi. Yangi odatni boshlashda u 2 daqiqadan oshmasligi kerak. Kitob o'qiyman emas, bir sahifa o'qiyman. Yuguraman emas, krossovkamni kiyaman. Maqsad mukammallik emas, maqsad shunchaki boshlash. Ostonadan xatlab o'tish. 4-qonun: uni qoniqarli qil. Kanadalik broker Steven Luby u har kuni 120 ta qo'ng'iroq qilish kerak edi. Bu zerikarli. Lekin u stoliga 2 ta banka qo'ydi.
Birida 120 ta skripka, ikkinchisi bo'sh. Har bir qo'ng'iroqdan keyin bitta skripkani bo'sh bankaga o'tkazardi. Bu oddiy shaqillagan ovoz va vizual natija unga zavq berdi. U millionlarni ishladi. Miyamiz darhol mukofot xohlaydi. Odatlar zanjirini buzmang. Har bir kichik g'alabani bayram qiling. Qadimiy faylasuflar aytishganidek, toshni teshib o'tadigan kuch bu suvning zarbi emas, uning davomiyligidir. Atom odatlar kitobi bizga bir haqiqatni ochadi. Muvaffaqiyat bu bir martalik jasorat emas. Muvaffaqiyat bu har kuni takrorlanadigan, zerikarli, mayda ammo to'xtovsiz odatlar yig'indisidir. Siz bugun 1% ga yaxshilaning, ertaga yana 1%. Yil oxiriga kelib siz eski o'zingizdan 37 barobar kuchliroq bo'lasiz. Xo'sh, siz bugun qaysi atomni o'zgartirasiz? Tanlov o'z qo'lingizda, lekin unutmang, soat millari to'xtagani yo'q.